Azizlar, mana hozir biza birinchi, ikkinchi daraja keratokonusda ishlatiladigan muolaja haqida gaplashamiz. Bizda hozir mana yangi usul bor. Bu shoh pardani cross-linking amaliyoti. Keratokonusda nima bo'ladi? Shoh pardani mana qavati deyiladi. Qavatida kollagen bo'ladi. Kollagen. Bu kollagen juda ham mo'rt bo'ladi. Bog'lamlari kam bo'ladi. Biz nima qilamiz? Cross-linking muolajada birinchi qiladigan ishimiz maxsus instrumentda ko'z usti qavatidan birinchi qavatini olib tashlab, riboflavin degan tomchini tomizib, ko'z ustiga vitamin B2 hisoblanadi. Ko'zni bundoq o'sha tomchini mana shu zonaga tomiztirib, bo'ktirib, maxsus CXL bu cross-linking maxsus ultrafiolet lampa bilan ko'z ustiga nurni облучать qilamiz. Riboflavin ultrafiolet nur bilan shoh pardani ichida reaksiyaga tushib, bu manba kollagen bog'lamlarni, svязlarni ko'paytirishni boshlaydi. Mustahkamlaydi ko'zni shoh pardasini. Bu muolaja 30 minutgacha 30 minutdan 1 soatgacha bir xilida ham bo'lishi mumkin, chunki ma'lum bir vaqt ketadi. Birinchi buni bo'ktirib olishga, keyin ustidan ultrafiolet nurni qilishga. Uni har xil o'zining protokollari bor. O'sha darajaga qarab biz уже aytishimiz mumkin, qaysi protokolni ishlatamiz bemorga. Asosiy narsa shu reaksiyaga tushgandan so'ng bu svязlar mustahkamlanadi, ko'payadi va shoh pardani bo'rtib chiqishini asosiy maqsad bu muolajani bu bo'rtib chiqishini to'xtatish, mustahkamlash. Mustahkamlagandan so'ng kuzatiladi bemor 3 oy, 6 oy va undan so'ng boshqa muolajalar ham bor. U haqida keyinroq albatta sizlarga ma'lumot beramiz. Yoki bu yoqqa segment qo'yib bu joyni yasslashtirish yoki birinchi darajali bo'lsa, amaliyot bemor xohlamayotgan bo'lsa, maxsus skleral linzalar bor. Ko'z ustiga, shoh pardani ustiga maxsus skleral linza katta bo'ladi. Linzani qo'yib, bemorni zreniyasini ham ko'tarib berishimiz mumkin. Azizlar, agar sizlarda yoki tanishlaringizda ham keratokonus kasalligi aniqlangan bo'lsa, albatta klinikamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz tekshiramiz, ko'zni ko'ramiz, topografiya qilamiz. Qaysi daraja aniqlangan bo'lsa, shunga qarab biz davolash planini rejalashimiz mumkin va albatta sizga yordam beramiz.